Flight rejasi. Mavzu: transport yo'llari iqtisodiy rivojlanish yo'li. Fan: geografiya. Sinf: 8J sinf. O'qituvchi: Alimova Zebo. Tayyorlagan o'quvchi: Usmanova Jasmina. Ovozlantirgan o'quvchi: Usmanova Jasmina. 1. Loyiha mavzusi: transport yo'llari iqtisodiy rivojlanish yo'li. 2. Loyihaning maqsadi: transport infratuzilmasining mamlakat iqtisodiyotiga ta'sirini o'rganish va uning ahamiyatini tushuntirish. 3. Loyihaning vazifasi: transport turlarini o'rganish, transportning iqtisodiyotdagi rolini aniqlash, transport rivojlanishining ijobiy ta'sirlarini tahlil qilish. Asosiy qism: transport iqtisodiyotining barcha tarmoqlari bilan chambarchas bog'liq. Avtomobil yo'llari ichki savdoning asosini tashkil qiladi. Temir yo'llari sanoat mahsulotlarini tashishda muhim rol o'ynaydi. Havo transporti xalqaro aloqalarni rivojlantiradi. Suv transporti esa arzon va samarali tashish imkonini beradi. Transport rivojlangan hududlarda sanoat tez rivojlanadi. Aholi bandligi oshadi va turmush darajasi yaxshilanadi. 5. Natijalar: transport infratuzilmasining rivojlanishi iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi. Yangi ish o'rinlari yaratadi, savdo hajmini oshiradi. Ortdi. Xulosa: transport yo'llari iqtisodiy rivojlanishning ajralmas qismidir. Zamonaviy transport tizimisiz barqaror iqtisodiyotga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun transport sohasiga investitsiya kiritish kelajak uchun muhim ahamiyatga ega.